yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali O'zbekistondagi yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Hurmatli ustozlar, 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni barchangizga muborak bo'lsin. Umringiz uzoq, tanijoningiz sog' bo'lsin. Yaratganimiz sizga, o'quvchilarga berayotgan beminnat ta'limingiz uchun ikki dunyoning savob va saodatini hadya etsin. Beg'ubor qalbingiz hech qachon g'am, dard ne ekanligini bilmasin. Hamisha orzularingiz, niyatlaringiz bekamiko'st amalga oshsin. Ilohim, yaxshiliklar, yaxshi kunlar hamrohingiz bo'lsin. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. Martabangiz ulug', yuzingiz hamisha yorug' bo'lsin. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ustozlar. Qadri bilinadi menga endigoh, olis maktabimning o'sha behasham. Navoiy-ku bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallim-da, oddiy muallim. Yo'qdan beruniylar binolar qilgan, mashrafni mashhuri dunyolar qilgan, Husaynni Ibn Sinolar qilgan, iloh so'z o'rgatgan kim? Oddiy muallim-da, oddiy muallim. Ulfat ko'p ammo bir do'st hamroh, halim topolmadim undan halimroq. Qancha ustoz ko'rdim, qancha oliygoh, olim topolmadim undan olimroq. Bo'la yuragimda bebaho tilsim, oddiy muallim-da, oddiy muallim. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Chin insonlik kitobiga baxt va hikmat bitibsiz. Chin insonlik kitobiga baxt va hikmat bitibsiz. Odob bilan bilim oldim o'zingizdan ustozlar. Odob bilan bilim oldim o'zingizdan ustozlar. Qalbingizni yo'q bori mehribonsiz shunchalar. Quyosh olmish harorat
o'zingizdan ustozlar. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan